Nexia 1da arzonroqdan bo'lsin deganlar uchun Tikoni puldan ham arzon Nexia 1 topib qo'ydik. 97-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Balonlari ham yomon emas. Demak, mashina neobычный svetda, o'sha paytda vaqtida trend bo'lgan svet. Mashinaning salon holatlari. Demak, chexollar qilib qo'yilgan. Mashina 384 ming probegda ekan. Orqadan holatlari. Biroz mehr berish kerak. Arzonroq mashina so'ragan azizlarimiz uchun. Airbag kraska qilinayotgan joylari bor. Kraskasi top-toza ekan, endi qilishimiz kerak lekin. Mashina holati yaxshi. 97-yilda ishlab chiqarilgan. Metan 90 talik gaz bilan ustanovka qilingan, metanga yuradi, benzinga ham yurar ekan. Mashinani kimga qiziq bo'lsa 23 million so'mga ko'ndirib qo'ydik. Telefonlariga aloqaga chiqib bosamiz. Mashina motor holatlari yuqorida aytganimizdek 3-pokoleniya metan bilan jihozlangan. Kim Moskvada yoki chetda turib musofirda akalarimiz qiziqayotgan bo'lsa, uylaringizga olib borib dokumentini ham qilib berar ekanlar akamiz. Dokumentida hech qanday muammo bo'lmaydi.